Hoziroq o'g'limdan kechirim so'ra. Jahlim chiqib turgan paytda odamga o'xshab gapirsang yaxshi bo'lardi. Sen hoziroq o'g'limdan kechirim so'raysan va bu yerdan yo'qolasan. Dadangga qo'rqmasdan rostini aytaver. Rostdan ham uni urdingmi? Nima bo'lganda ham birovni urish yaxshi emas. Fu, ifloslar, uzr so'ranglar. Uni o'zi ham tan olyapti. Buni senga kim o'rgatdi o'zi? Uzr so'ra dedim. Shumi oilasining tarbiyasi. Mittigina bir bola nima deyotganini eshityapsizmi? Seningcha meni o'g'lim yolg'on gapiryaptimi? Xo'p, qizing meni o'g'limni urmagan bo'lsa-da, lekin bunday qashshoq qiz meni o'g'lim bilan o'qishga haqqi yo'q. Direktor Li, sizning obro'li maktabingizning darajasi tobora tushib ketayotgandek ko'rinadi. Chunki shunday qashshoqlar o'qiyotgan bo'lsa, o'g'limni urgani mayli, undan biror bir kasallik yo'qsa siz javob berasizmi? Bu yerda Ojo, men bilan gaplashayotganingda odamga o'xshab gapir. Qanday hadding sig'di? Men aynan senga o'xshagan sotqin va kelgindilarni uraman. Men xorijdan kelgan fan nomzoda, oliy nasabman. Senga o'xshaganlarni meni so'kishga haqqilari yo'q. Odob, axloqi yo'q, og'zidan faqat yomon so'zlar chiqadi. Unda uni til shirinmi? Uni o'g'lini aybi yo'qmi? Sizningcha bu yaxshimi? Axir janob Zixan chet elda o'qigan va bizning maktab ham elitani tanlash uchun bunday noyob tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Yaxshi. Bunday nomi ulug' ammo bir tiyinga arzimaydigan maktabingizda qizim o'qimagani bo'lsin. Ketdik qizim. To'xta, seni ketishingga hali ruxsat bermadim. Nima xohlaysan o'zi? Qizing bilan birga tiz cho'kib, o'g'limdan kechirim so'rashing kerak. Ishonching komilmi? Albatta. Katta va kichik noshudlar, tezda kechirim so'ralaring. Mana senga. Itvachcha, hozir ko'rasan. Itvachcha, hozir ko'rasan. O'lging kelyaptimi? Dada, o'zingiz aytgandingiz, qanaqa vaziyat bo'lsa ham. Ular bunga arziydi. Iflos. Meni urishga qanday hadding sig'di? Sizga aytmaganmidim, bular oilaviy noshudlar. Senlar kimni noshud deyapsanlar? Iya, direktor Lin. Direktor Lin, siz qanday kelib qoldingiz? Bilasizmi, bu maktabda o'qishga noloyiq bo'lgan iflos odamlar bor ekan. Uni qizi meni o'g'limni uribdi. Yaramas. Bu kamlik qilgandek, otasi ham menga qo'l ko'tardi. Iflos. Xonim, bu nima qilganingiz? Kela qol. Oyijon. Men shu qizchaning onasiman. Nima? Endi o'zing o'ylab ko'r. Kim iflos ekan? Xonim, haligi nima? Choy-yu. Hoziroq Berings akademiyasini sotib ol. Pulini ahamiyati yo'q. Sizlar esa ishdan bo'shatildingiz. Narsalaringizni yig'ishtirib bu yerdan yo'qoling. Meni ishdan haydaysizmi? Meni bu maqomimda qanchadan qancha kompaniyalar ishga taklif qilishganini bilasizmi? Hali qarab turinglar. Linxiao kompaniyasi bo'lsangiz nima qildi? Men hozir odamlarni chaqiraman. Kuningizni ko'rsatib qo'yadi. Ketdik o'g'lim. Xo'sh, nega bunday turib qoldingiz? U kimdandir g'azabimni chiqarishini so'rayapti. Meni eshit yo'lbars. U qora ajdar tashkiloti bir pulga qimmat dedi. Tezroq kelmasang bo'lmaydi. Bo'l tezroq. Sizlar o'z o'limingizni kutib turing. Hozir kelishadi, ablahlar. Yaxshi, men shu yerda kutaman. Ana. Sardor Yo'lbars. Sizlar o'limingizga tayyor turing. Sardor Yo'lbars. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Sizlarga nima bo'ldi? So'rama. Kecha katta guruh bilan to'qnashdik. Boshqalarning ahvoli biznikiga qaraganda og'ir. G'azabim hozir to'lib turibdi qani u. Ana, o'sha turganlar. Bizning sulola o'z yaqinlarini xafa qildirib qo'ymaydi. Rahmat. Qanday qilib bo'lsa ham aka-ukalarini himoya qiladi. Hozir ko'rasan. Ha, rahmat. Jin ursin. Ustoz Xiao. Sardor Yo'lbars. Ustoz Xiao. Yo'lbars? Ustoz Xiao.
Nabirangizni unday deb uyaltirmasangiz-chi. Siz meni mushukcha deb chaqirsangiz ham bo'ladi. Sardor Yo'lbars, nimalar qilyapsiz? Nima qilyapman? Mana shunday tabarruk insonni sen noshud qanday qilib kamsitishga jur'at etding? Ha? Hattoki 9-ajdar ham bu insonni ustoz Nima? deyishga majbur. Tiz cho'k. Jinorsan. Hali bu seni odamingmi? Yo'q, albatta ustoz. Yo'q, aslo. Agar qarshilikni to'xtatsang, Juvenlonga aytmaslikni o'ylab ko'raman. Ustoz Xiyao, iltimos meni kechira qoling. Axir meni 7-8 yoshli farzandim, 70 yoshli qari onam bor. Mana shu noshud meni yo'ldan urdi. Iltimos bir safar meni kechiring. Sen yana odamlaring bo'lsa, chaqirib kelaver. Yo'q. Chinxiao, qizingiz shu yerda. Ozgina tinchlanib oling. Oyijon, Chiaoyinni jahli juda kuchli. Sizlar rostdan yo'lbarsmisizlar? Kennoyi, meni mushukcha deyavering. Kelinoyi? Ha mayli. Ishingizni o'zingiz hal qiling. Xo'p bo'ladi. Biz esa hozir uyga qaytamiz. Sizlarda muhim gapim bor. Hoy, tez turib, buni mashinaga ortinglar. Buni adabini beramiz. Yo'q, iltimos. Nimani kutyapsanlar? Turlaring. Yo'lbars aka, usta Xiaoni ko'rganimdan keyin oyoqlarim ham ishlamay qoldi. Mening ham oyoqlarim. Sizda farzandga tarbiya berishda muammolar bor. Endi uni tarbiyasi bilan Kyu shug'ullanadi. Men qarshiman. Men seni fikringni so'ramadim, mittiginam. Chinxiao, Qarshi emasman. Dada, siz meni ortimdan ish qildingiz. buni gapirishini qaranglar. Uni pastga olib tush. Biroz o'ynasin. Xo'p bo'ladi, Ling xonim. Sovg'ani mana bu yerga qo'yaman. Men bilan yura qoling, kichik xonim. Bugun men bilan Huang Laoning tug'ilgan kuniga borasiz. Huang Lao. Huang Fehu, G'arbiy Tiaminning buyuk generallaridan biri. Men bu hamkorlikka roppa-rosa 7 yildan buyon tayyorgarlik ko'raman. Bu opamni qotillarini aniqlash uchun bir imkoniyatdir. Sizning opangiz? Chinxiao, siz meni gaplarimni eshityapsizmi o'zi? Ha, eshityapman. Sizni harbiy bo'lganingizni unutibman. Tianmen nomini eshitib bezovta bo'lishingiz aniq edi. Xo'sh, ishni hal qildinglarmi? Zixao Shao hech qanday qarshiliklarsiz fleshkani muvaffaqiyatli almashtirib qo'ydi. Lin Yixue ikkalasi birgalikda o'lishadi. Bunga ishonchim komil. Chin Xiao, bugun seni o'ladigan kuning. Ko'rinishingizdan sizlarni hali ham umidingiz uzilmagan ko'rinadi. Sizlar menga raqobatchi emassiz. Shunchaki o'z uslubimdan foydalanaman. Sizlarda bunday imkoniyat qolmagan. Buni allaqachon yo'qotgansizlar. Yetib keldingiz. Chuaoyen, kapitan Mo, bu nimasi? Ko'rinishidan Hongmen ziyofatiga o'xshaydi. Chin Xiao, sen himoya qilayotgan Lin Xiao guruhi Zixao sulolasi tomonidan osongina yo'q qilinadigan o'yinchoq xolos. Bugun o'lasan, bilasanmi? Mayli unda ayt. Sen nafaqadagi askarsan. Bo'la qol. Buyuk Zixao stansiyasining barcha qo'mondonlari otamning qo'l ostida. Hatto janob Xuan ham. Ularga xushmuomalalik ko'rsatish kerak. Qanday qilib sen kichkina qovurdoq menga xushmuomalalik ko'rsatmaysan? Xo'sh, nega? Zixao stansiyasida meni xushmuomalaligimga arziydigan odamlar juda ham kam. Ayniqsa senga o'xshagan boyvachcha